Adasi, menga ozroq pul berib turing. Qarzga. Nimaga kerak do'st senga pul? Onam tug'ilgan kuniga yaxshiroq narsa olmoqchi edim. Kattakon rahmat. Qachon qaytarasan buni? Qaytaraman. Mana buni ham olib qo'y. Voy, buncha pul nimaga? Menga ovqat pishirib berayotganing uchun. Man ularga pul so'ramaganman-ku. Hali kirlarimni yuvganing uchun, uyimni toza tutganing uchun, qiynalib farzand tug'ib berganing, ularga qarab, tarbiyalab o'tirganing uchun ham beraman. Oyligim chiqsin, sekin-sekin uzaman qarzlarimni. Ajoyibsiz-da, adajonisi. Men sizga bularni qarzga deb qilmaganman-ku. Axir bular meni vazifam. Unda ne mendan qarz so'raysan? Seni ta'minlash meni vazifam. Men kim uchun ishlayapman?